Narxidan boshlayman go'zallarim. Sizlar uchun shu dvoykani bahorgi sezonga mazax kiyishlik uchun 195 ming so'mdan aksiyaga qo'yib yuborganmiz. 300 ming, 400 ming so'mdan kamiga sotilmagan bu dvoykamiz. Juda ham yengilgina mazax kiyasizlar. Ustinglarda bor yo'qligi ham bilinmaydi, ranglari ham chiqmaydi. Yuvib kiyasizlar, katishga ham bo'lib qolmaydi. Kачествosiga haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, oldilari shunaqa zamochkali, orqalarini ham bemalol yopadi. Bitta aylanib ko'rsaman, qaranglar. Juda ham akkuratli bo'lib turadi. Hijobli opa-singillarimiz sizlar ham mazza qilib hozirgi sezonga kiysanglar bo'ladi. Juda ham yengilgina havo o'tkazadigan materialdan. Eng muhimi qaranglar. Mana shu qatorda ko'rib turgan hamma dvoyka troykalarni sizlar uchun 195 ming so'mdan qo'yib yuborganmiz. Ustimdagi dvoykani ranglari o'zim kiygan shunaqa oranjli rangidan bor. Xohlasanglar shunaqangi fistashka ranglardan ham olib kelib qo'yganmiz. Storieslarimizdan kuzatishda davom etsanglar, aksiyadagi narsalarimizdan sizlarga birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz qizlar. Barchalar Malik Shopda kutib qolamiz. Agarda sizlarga nima yoqqan bo'lsa, shuni kommentariyaga yozib olinglar. Nimalarimizni aksiyaga tushirishimizni xohlasanglar, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Biz ularni albatta inobatga olamiz. Agarda bizga podpisatsiya bosmagan bo'lsanglar, podpisatsiya ham qilib qo'yinglar.